Kecha dazmollash uchun bergan kiyimlarni men dazmolman ya. Qanaqa xotinsan o'zi? Man qilmoqchi edim, faqat uy ishlari bilan ulgurmay qoldim. Qachon bahona qilish yig'ishtirib ish qilishga o'tasan? Ertalabdan yana nima janjal? O'zingiz olib bergan keliningizni bitta ishga eplab qila olmaydi. Kecha men ham nonushtaga bir pirogni urib pishiring desam, tilini 8 qarich qilib pishirishni bilmayman oyijon deb gap qaytaryapti. Oyijon, unaqa bo'lgani yo'q-ku. Sochimni. Ko'zimga ko'rmas birorsi qilib qo'yaman bo'lmasa. Bo'yda o'zi kelin degan zot bormi? Hamma o'ylayverib yotdi. Ovqatlarni ham tayyorlamagandir siz-a? Shem kunlar yo'q qo'ying. Pishiring.